Lager şahitlardan Gulbar Xatvaji va Qalbinur Sidiq xonim Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishining taklifi bilan Amerikaga kelgan 3 haftadan buyon Amerikaning o'xshamagan shtat va shaharlarda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligini anglitishni davomlashtirmoqda. 3 aprel kuni Nyu-York shahridagi Fordham Universiteti Qonun institutida Gulbar Xatvaji xonimning lager haqida bergan guvohliklari asosida yozilgan Xitoy lagerdan hayot qog'uvchi nomli kitobi haqida maxsus naq maydon muhokama yig'ini o'tkazilgan. Gulbar Xatvaji xonim lagerda beshidan o'tkazgan azobli kechirmishlarni anglitish orqali Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizgan jinoyatlari haqida guvohlik bergan. 4 aprel kuni ular Nyu-Yorkdagi hukumatsiz organlarning NGO kishilik huquq komiteti, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va boshqa bir qancha tashkilotlarning hamkorligida Uyg'ur krizisi temasida uyushtirilgan yig'iniga qatnashgan. 1990 yılı 5 aprel yuz bergan Barin qirg'inchiligining 33 yilligini eslash hamda Xitoyning Sharq Turkistondan davom qilayotgan irqiy qirg'in qilish jinoiy qilmishlarini kun tartibga keltirish uchun dunyoning har qaysi joylarida namoyish va axborot e'lon qilish faoliyatlari o'tkazildi. 5 aprel çarşamba günü tushdan burun İstanbul'daki Xitoy bosh konsulxonasi oldida namoyish hamda axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Egilinishcha, Xitoy bilan eglik huquq to'qinishida turayotgan Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen O'rta Amerika davlatlari va Amerikaga qilgan safarining oxirgi bekitida Amerika Avam palatasining boshlig'i Kevin McCarthy bilan ko'rishgan. McCarthy ishxonasining bayonotida Avam palatasining boshlig'i Kaliforniyaning Simi vodisida Tsai bilan ko'rishadiganligi bildirildi. Xitoylar chet eldagi aldamchilik faoliyatlari bilan doim taratqularning kun tartibida bo'lib kelmoqda. Yaqında Nepalda tor aldamchiligi jinoyati bilan 9 Xitoy qo'lga olingan. Buningdan ilgari Istanbulda 115 Xitoy mushuningga o'xshagan jinoyatlar bilan qo'lga olingan edi. 3 kunlik rasmiy ziyorat uchun Xitoyga borgan Fransiya prezidenti Macron Yevropaning Xitoydan yiroqlasholmaydiganligini aytdi. Macron Xitoydagi Fransiya fuqarolari bilan o'tkazilgan bir yig'inda Yevropaning Xitoy bilan bo'lgan savdo xavfi va bu savdoning tangpongsizligiga qaramay Yevropaning Bejindan yiroqlashmasligi kerakligini ta'kidlab mundaq degan. Biz cho'qim xatarni azaytishimiz kerak, ammo biz Xitoydan yiroqlasholmaymiz. Shimoliy Atlantik Aktiv Tashkilotining bosh kotibi Jens Stoltenberg ittifoqdoshlarimiz Xitoyning Rossiyaga qurol yordami qilishi bir tarixiy xatolik deb qaraydi dedi. Xitoyning Rossiyaning tajovuzchiligini ayblashini rad qilganligi, Rossiya iqtisodini qo'llaganligi, Rossiyaning tashviqotini aynak qilganligi va Osiyo Tinch okean rayonidagi ikki taraflik harbiy faoliyatni tiziltirganligini bayon qilgan Stoltenberg Xitoyning Rossiyaga qilgan harbiy yordamining chunqur bir tarixiy xatolik bo'ladiganligini va oqibatining aniq ekanligini ta'kidladi.